242 million. Yopdingizmi? Mazza qildingizmi? Qaysi bank? Akamiz videoga tushishni xohlamaganlar. Shunday savdo qilaveramiz. Qo'lingizda ushlashimiz shart emas-ku. 2020 qancha yurdi? 160 ming. 2020 pozitsiyasi ikkinchi pozitsiya gazimiz bor, ha? 4-pokoleniya gazi bor, narxi 120 500 10500 bo'lib qoladi sal kam. To'g'rimi? Juda baland aytayapsiz. Kim so'radi? Siz so'radingiz, mendan Cobalt sotilyaptimi? Nech pul aka? Nech pulga olsak arziydi? Mana realni siz o'rtada xolissiz. Aka nech pulga berasiz? Oxiri beriladigan tochkasini ayting. Men xolis, bu yoqda mashina so'rab kelganlar bizdan. 110 qilib bermadingiz. Kraskalar toza, narxini 120 million chamalayaptilar. Avtokreditni bolalari 110 million qilgan ekan. Qancha qo'shay aka? Bizniki avtokredit emas. Aka 100 million so'm chiqardilar mana. Xolis men chiqarmadim lekin. Men sizning gapingizga ishondim. 110 million qilibdi, lekin 110 dan balanti o'zi xaridorda narxi, Motion Pro'da narxi emas. Xullas men bitta narx aytaman, to'g'ri kelsa berasiz. 113 million so'mga olib qolaman naqd pulga. 115 million so'm sotaman. 2 million so'm sizdan foyda qilaman. Bo'lsa bering. 113 ga to'g'ri kelmaydi-a? Ko'ring aka.